gapni sizlar hammani az vaqt qisqa bo'lsin uchun ko'rmaslik uchun men sizlarga asosan hozirgi kunda yaxshi o'zim oqlayotgan proyekt bo'yicha tanishtirib o'tmoqchiman. Bu kichik biznes faoliyatini yaxshi tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlab chiqqan 300 ming ikkinchi sonli qarori bor. Ko'plaringiz tanishlar bo'lsangiz, bu 300 ming ikkinchi sonli qaror hamma hokim yordamchilariga ham, mahalla bankirlariga ham hammasiga ularga chiqarib berganmiz. Aholini tanishtiringlar, tadbirkorlar tanishtiringlar, tadbirkor faoliyatini yo'lga bo'lsa Kesim bankka 100 milliongacha zalogsiz, 100 milliondan oshgan qismga zalog qo'yadi. Muddati 7 yilga. Hududlar toifalarga bo'lingan. Bizlarda hududimiz umuman tumani 3-hududga bo'lingan, toifaga bo'lingan 20% beryapmiz. Bu asosan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga beriladi. Maksimal summasi 300 million so'mgacha beriladi. Buni